orqadan jo'ta. Mana uni ham olamiz do'stlar, kichkina bo'ladi. Keyin xola do'stlar, xola ham tinchidi. Ya, mana shu yerda lazerdan ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Lazerlar o'zi do'stlar odamni vebshida voy Slendrina. Opa, bilaman do'stlar, sizlarda kam minut bo'lgan Angelina Spider pastga tushib ketyapti. Yaxshi do'stlar, meni ko'rmadi. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny Resurgence degan o'yin o'ynaymiz. Короче, do'stlar, bu o'yinda Granny xolani ham, Slendrina opani ham, o'rgimchakni ham uyda ichiga qilib tashlash do'stlar imkoni bor ekan. Короче, do'stlar, hammasini qo'shib tashlasham, robotni ham. Do'stlar, bugungi videochamiz vobshida qiziq bo'ladi. Shu sabab do'stlar, kanalga obuna bo'lib, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki do'stlar, hali bundan da chutki modlar topganman. O modlarni ko'rib do'stlar, ko'zlaring qamashib ketmasa bo'ldi. Xo'sh, mana do'stlar, bizning birinchi kunimiz boshlandi. Tepada do'stlar, qoyil FPS ham ko'rsatar ekan. Do'stlar, yangicha qurol qo'shilibdi, lazer. Mana bu yerga do'stlar qurollarni taxlab qo'yganini qaranglar. Xuddi do'stlar, xohlaganingda tanla, xohlaganingcha yasha degandek. Ana bittasi ketdi do'stlar, Grand paketda. Короче, mana lazerli qurolga tiysalaring, mana yoqda ham lazer bor ekan. Короче, do'stlar, portlab o'lib ketasizlar. Xo'sh do'stlar, endi mana yerga tushamiz, Grand xoladan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agalar orqadan jo'ta. Mana uni ham olamiz do'stlar, kichkina bo'ladi. Keyin xola, do'stlar, xola ham tinchidi. Yaxshi xola, rahmat yo'lda ochib berganingiz uchun. Xo'sh, demak do'stlar, birinchi bo'lib mana bu tomondagi yuskiri ekstra look yoniq turibdimi? Xola, shuni ustingizga o'tib ketay. Короче, eriyam tinchib ketdi, xonani buni kesamiz. Buni tashlaveramiz. Angelinani ham do'stlar uy ichiga qilib qo'yganman. Lekin faqatgina do'stlar, Slendrina opa sizmi dedingiz? Men kim deb o'ylabman? Xola, qochib turing, o'ylagingiz ham xalal beradi boru. Ish demak, mana lazerdan do'stlar, mana tomondan aylanib o'tish imkoni bor ekan. Sekingina aylanib o'tamiz. Bu lazerda do'stlar faqatgina bir tomoni portlaydi. Короче, lazer tarqatib turgan tomoni qo'sh do'stlar. Bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerda do'stlar cho'tki narsa ko'rayotgandek bo'lyapman. Bu o'yinni qo'rqayapman do'stlar, kompaniya yaratmagan. Mana shu yerdan sekingina ehtiyot bo'lib o'tamiz do'stlar. Davay. Yaxshi do'stlar, bizni o'ldirib yormadi. Bu o'yinni короче kompaniya yaratmagani uchun qandaydir bug, o'shandaqa narsalar bo'lib qolishi mumkin. Xudo xohlasa do'stlar, yana video chiqaraman. Keyingi videomiz vobshida qiziq bo'ladi. Mana yerda yana bitta eshikda ekstra look yonibdi. Короче, do'stlar, Granny 3 ta Space Mode degan narsa bor. O'shani qo'shib o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, hamma narsa osmonga uchib ketadi. Bolg'a chiqdi. Xolani ham, narsalar ham, uni qaranglar, tepaga qarab ketyapti. Mayli do'stlar, unisiga ham chidaymiz. Короче, hamma narsa osmonga uchib ketadi. O'sha modni ham albatta o'ynaymiz. Davay. Ehtiyotgina bo'lib do'stlar kiramiz. Qoyil bu короче do'stlar, bu anoda nimagadir shu xolani uyi qandaydir yoriq ekan do'stlar. Tushunmam nimaga yoriq qilib qo'ygan. Ehtiyot bo'lamiz do'stlar, men burchaklardan yomon qo'rqaman-da, birang o'shandaqa narsa chiqib kelib yopishib ketsa. O'sh demaydi do'stlar, mana tomonga qaraymiz. Mana kitob bor ekan, yerda robot ham turibdi. Qaranglar, eyna. Ko'ryapsizlarmi robotni? Oldiga borsak do'stlar, bitta chiyla beradi, keyin izdan robotni ota-onasi kelar, ya'ni xola bilan tog'a. Mana shu yerda lazerdan ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Lazerlar o'zi do'stlar odamni vobshida voy Slendrina. Opa, Slendrina opa ham xavfli ekan do'stlar, bu endi seryozni o'ldirib yuborar ekan. Eshikni och. Salgina eshiklar ochilishi qiyin ekan. Mana bu yerga ikkitalik lazer qo'ygan bor. İşte mana uni bosamiz. Va do'stlar, davay mana shu lazerlardan sekingina o'tiribgina to'xtanglar, mana xonani ochmadi-ku. No xonani ochmabsiz-ku do'stlar. O'sh demay, hozir qaytib kelamiz do'stlar. No xonani ochamiz. Nimagadir do'stlar, bu xona ochilmayapti. Vobshida tushunmayapman. Qani birachka, nimaga ochilmayapti mana xona? Akalar, nimagadir mana xona ochilmayapti-da hozir men. Xona ochiq ekan. Akalar, xonani ochgan ekanmiz endi. Uzr. Buni olamiz. Men bir soatdan beri nimaga ochilmadi deb o'tiribman. Qaranglar, hozir men bitta bug qilib keldim. Lazerlardan ham o'talyapman. Короче, bu bugni do'stlar tug'ilmasimdan oldin bilardim. Xo'sh, demak, men uni ochib bo'larmikan shu yerdan? Yo'q do'stlar, ochib bo'lmas ekan. Hozir bir soat urindim, mana xola bilan tog'a tirilib qolganmi deb o'ylayapman. Xola yo'qmisiz? Eshik yo'q bo'lmayapti. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Mana shu o'yinda bitta narsasi yomon ekan, eshik bilan bug bor ekan do'stlar. Tabiiy qani birachka ochamiz. Ehtiyot bo'lamiz. Mana bu yerda yana bitta lazer. Shuda xolanimi, tog'anim ovozi eshitilgan deb bo'layapti. O'sha do'stlar, hozircha bu yerda hech narsa yo'q. Mashinadan qochish niyati yo'q. Bizga eshikga kerak bo'lgan narsalar kerak. Shuda Slendrina opa do'stlar tepada turibdi. O'sh, ana xola bilan robot ham kelyapti do'stlar. Izimizdan tez-tez yurmasa hozir chiyilla boshlaydi. Mana bu yerda bitta bola shotganini unutib qoldiribdi-yu. Qani, Slendrina opa, davay. Slendrina opa bizga indamayotgan sababi men o'tirib bug qilib qo'ydim. Xola kelyapti. Xola, o'lmadingizmi? Mayli, endi men shotganimdan o'lim topadi. 2 daqiqa 30 sekund. Qoyil maqom.
Oy, endi tog'a jonim, siz qotdan kelasiz tog'a. Menimcha tog'a tepadan kelaman deyman-da. Ha? Nima siz yo'qshu bilan gaplashayotganmidi, yo'qshu o'zbekchani? Ha, mana sizlar tog'ajonim ham kelyapti. Ong tog'a o'qdan maza qildingizmi? Buni shu yerda tashab turamiz. Davay. Endi menexdagi ishlarimizda do'stlar sekingina qilaveramiz. Bizga mana shu kalt kerak edi. Bu kalt nimaga kerak desang, hozir Angelina do'stlar Spiderning yoniga tushishimiz bilan, короче, ana o bo'ladi. Nimayamidi? Do'stlar mana shu yerda bitta qurolab tepada narsani ham tushib ketdik. Silendrin opa, sizdan qo'rqmayman. Men bak qilib olganman. Tikka tursak faqat do'stlar Silendrin opa bizga zarar bera olar ekan. Shu atverkan olamiz. Hozir men o'tirib, короче, bak qilib qo'ydim do'stlar. Shuning uchun Silendrin opa menga tegin olmaydi, to'g'ri ham yetmaydi. Davay. Bu yerdan do'stlar kirishimiz uchun bakni olib tashlashga to'g'ri keladi. Mana bu yerda ham lazer bor. Mayli do'stlar, bu lazerga tegmay turamiz. Koshki bu xola tog'a shu lazerga tushib do'stlar o'lib ketsa. O'sh karki chiqdi. Qoyil. Karki ham oy Silendrin opa odam qo'rqitmang. Shaqa yo'qolib. Do'stlar, mayli. Bizni do'stlar bir dushmanimiz urgani yo'q. Bizni sevimli xolamiz urdi. Shuning uchun do'stlar biz aslo xafa bo'lmaymiz. Mana basharamda qon qilib qo'yishdi do'stlar. 3-kun. Nimaga 3-kundan basharam qon bo'ldi? Men tushunmayapman. Ya xolani do'stlar, ana zarbasi miyaga yomon ta'sir qildimi deymanda. Ehtiyot bo'lamiz. Bo'yni Angelina Spider islang do'stlar mana shu yerdan tushib ketdi boru. Xola, davay, geng chiqillataman aynan do'stlar. Xolajon, aman voy, Angelina kelyapti-yu. Davay do'stlar, mana bu yerga yoshin turamiz. Kelishi bilan Angelinaning kallasidan do'stlar paq otishni boshlaymiz. Yaxshi do'stlar, o'sha tomonlarga survordi. Yaxshi, birinchiga qaytib kelmasang ham roziman. Do'stlar, Angelina bilan bak bo'lib qoldi, yaxshi. Oldimda ajal yurgan ekan. Xolajonim, o'zingizni endi porlatyapsizmi? Hozir yerim cho'p kela. Mana kal tog'ajonim ham kelyapti. Davay do'stlar, kal tog'am deb otamiz. Tog'a xafa bo'lmang, xotiningizni belchasi ketdi. Eng yomon appasini ismini Angelina o'ziga kelib qolsa do'stlar biz tomonga cho'p keladi. Hozir menimcha mana bunda ikkita o'q bo'lsa kerak. Mana yerda lazerlarni ham porlatib qo'yib, mana bu yerdan ham do'stlar o'qni to'ldirib qo'ysak, hech bizga zarar qilmaydi deb o'ylayman. Qani birinchiga bu yerda och va do'stlar sekingina kiramiz. Voy, nima bunday? Zaryadchikda tig'ib o'ynayapman do'stlar, salgina endi xalal beryapti, tushunasizlar? Qarag'ajon degan o'g'il masterki bor ekan, lekin o'rgimchaydi uydan qochmoqchi edim do'stlar. Mayli, uni yerda ham lazer bor ekan, sekingina do'stlar, sekingina. Yaxshi do'stlar, bizga zarar bermadi. Xo'sh demang. Mana bu yerda ham voy Silendrina opa, Silendrina opadan qutulish yo'li do'stlar, o'tiringlar, maslahatim, zo'r maslahat sizlarga. Xo'sh demang. Mana shu yerda ham do'stlar bitta otib ketamiz. Yaxshi. Endi tekshiramiz qani. Bu yerda hech bola yo'q ekan, bitta muzlatgichdan boshqa. Lekin tepada ham bizim tayyor muzlatgich turganda, do'stlar, bizga hozircha benzin kerak emas. Mashinadan kim qochadi borib? Do'stlar, mashinadan qochaydiganlar, yurishga erinadiganlar mashinadan qochadi. O'zi birontasi kelmayaptimi? Yo'q do'stlar, menimcha kelmayotgan bo'lsa kerak. Mana shu yerlarda ham bittagina o'zi tekshirib qo'yamiz. Qani? Mana shu bedri ham kerak narsa. Bu nima deydiganlar bo'lsa, короче, kuchli rejimlarda qo'shiladigan ekstra log. Bilmayman do'stlar, bu easy rejimda ham qo'shib qo'ygan, kallasi kuchlimi deymanda. Xo'sh demay, ehtiyot bo'lamiz. Bo'yna Angelina shu atroflarda yuradi. Qani birochka? Do'stlar, bo'ldi, Angelina o'sha tomonda o'ynab yurgan ekan. Yaxshi, buni xolani qopqoniga tushmaymiz. Davay. Buni qo'yamiz, yana bir ikkita narsa qoldi do'stlar, buni shotganda olamiz. Yaxshi. Hozircha tog'a o'shanda odamlar ko'rinmayapti. Ungacha mana bu yerlarni tekshiramiz. Lekavalier do'stlar, yana bitta o'qini topdim. Kerak bo'lsa o'sha yerdan kelib olib ketamiz. Qani birinchiga bu yerlarni ham ko'r. Endigidan bitta tibani ham ko'ramiz. Mana do'stlar, kodni topdim. Tez ol, hozir uni xola ham tirilib do'stlar orqadan kelayotgan. Voy, opa. O'zingizni bosing, opa, bilaman, kuchayib ketgansiz, o'rtagansiz. Sizni xolam deb o'ylabman, opajon. Shunda ham qo'rqitasizmi? Davay, qo'rqityordi o'rgimcha, pastga tushib kelmasin, chiqib tepadan ehtiyot bo'lamiz. Yaxshi do'stlar, xolajonim tirilmagan ekan. O'sh demay, xolani ham do'stlar mana shu tomonga aldab-suldab chaqirib, короче, tinchitib olishimiz kerak. Atverka ham shugutdi ekan. Qo'yil bizga atverka. Xolam tirilgan ekan. Короче, atverka nimaga kerak desan, aynan do'stlar bizga mana shu atverka tashqarida ekstra logni ochishga kerak. Bilmayman, u ekstra loglar do'stlar ekspertda qo'shilardi, easy'da ham qo'shib yuborgan lazerlarni qaranglar.
Lazerlar o'yindi. Tog'am o'tib ketyapti. Yaxshi ham chiqmabman boru. Chiqqanimda shuni burilibgina qasirdatib yedirardi. O tog'jon tepaga chiqib ketyapti. Bu o'yinchi do'stlar qandaydir bakli ekan. Men sizlarga olib baksiz chotki do'stlar o'yinlarni tortaman. Mana shuni boshqachasi ham chiqibdi, o'shani tortib ko'ramiz do'stlar. Bo'lmasa eslang do'stlar shuni eski versiyasini Angelinani uyda ichida qilib o'ynadik. Yana qaytarib do'stlar xuddi o'shanda qilib o'ynaymiz. Xo'sh, men sizlarga aytgan ana shu yerda kimdir do'stlar rosa rasmni tushiryapti-da, rasm tushirgandan keyin har doim mana shu tashqariga chiqardi, tez bo'lamiz, qani birachka bo'l. Ya buni tushiramiz. Voy, ey opa, ey qoching, ey opa. Oh, basharamni qon qilib tashladi opa. Shu opani yomon ko'raman-da, opaga qarab bo'lmaydi, bilmayman do'stlar. Tillosi bormi? Xo'sh, demak, hozirgi navbatda bizni qilaydigan ishimiz esimdan chiqib qoldi do'stlar. Yo'q, esladim. O'rgimchayni uyga borishimiz kerak. Do'stlar, mana xolamiz lazerga tushib 2 daqiqa 30 sekundga ketib yordi. Robot hozir chirillaydi bor-ku. Mana shu yerdan tushdi, yomon ko'rib qoldim. Xuddi tushganimda bu odam mayib pul etgan deymga tuyulyapti. Mana shu orqada virench bor ekan do'stlar, bizga virench kaneshni kerak emas. Mana suvli bo'lardi do'stlar, suvli bo'lardi. Bilmayman, buni suvni quritganman deyman-da, shu yerda sekin o'tamiz. Nima bo'lsa ham bu yerda Angelina Spider paydo bo'lib qolmagan bo'lsin. Chunki men yo'q deb hozir men yerda bemalol yuribman, chunki uyda ichida do'stlar Angelina bak bo'lib qolgan. Bu vashiyda cho'tki. Qani birachka do'stlar liftga kelamiz. Adavay birachka mana lift yo'q. Tepaga chiqamiz. Eslangizda bo'lsa, mana shu do'stlar mudhish joy. Ikkini ochganimdan keyin do'stlar ishqim bilan ikki ham porlab ketmasin-da, nima bo'lsa ham. Porlasa vashiyda dabdala. O, do'stlar, uni tarvuz chiqdi. Qoyil. Chota bugun do'stlar tarvuz yediganga o'xshayapmiz. O'zi ancha bo'ldi do'stlar tarvuz yemaganimga. Nasib bo'lsa do'stlar bu videodan keyin ham bir ikkita chutki do'stlar modlar tortib qo'yganman. O'sha modlardan video chiqaraman. Nasib qilsa yana ikkita mod tortib qo'yganman. Xo'sh, davay, kim bo'lmasam do'stlar yana Greenni 4 dan o'ynaveramiz. Ancha bo'ldi o'ynamaganimga, yutmaganimga. Xola tog'a, qo'ttas bunaqa ham lazer qo'ygan bor, o'sha lazerlar voy, ha, tog'am rahmat. Mana shu yerda lazerni menga olib berganingiz uchun вообще rahmat. Xoladan ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Mana shu bakli o'yinlarda nimagadir oldilaringda spawn bo'lib qolishni yaxshi ko'radi. Bularni oilasi bilmadim. Demak, mana bu yerda kalla chopar bor. Mana bu yerdan biron marta o'tmabsiz. Ko'ryapsizlarmi, ochilmagan ekan. Qani birachka eshikni och. Demak, mana uni bitta qo'yamiz. Va shiqirlatamiz. O, tarvuzni o'zgarib qolganini qaranglar, qoyil. Davay, endi do'stlar cho'p bor, mana shu pedalakkimizni qo'yib kelish kerak. Angelinadan ehtiyot bo'lish kerak do'stlar. Angelinani men bilaman, yomon shu Angelina Spider'ni odati. Hali ham robot turibdi, yaxshi uzoqdan ko'rmas ekan, mana xola bilan tog'aga o'xshab. Xoladan ehtiyot bo'lish kerak. Eng apasni odam do'stlar o'zi xola bo'lib turibdi. Qani birachka buni qo'y. Endi xo'sh do'stlar, mana shu o'yin salgina endi qotib qoldi do'stlar. Endi o'zlaring tushunasizlar, mana yana salgina qotyapti. Chota telefonga nagruzka bo'lyapti. Bilmayman-da, davay chip ketyapti. Nima qilish kerak edi? Men kalam nagruzka qilib qoldi borib. Lekin bunoga gap yo'q ekan. Ko'ryapsizlarmi, tepaga qarab tortishini. Xo'sh, demak, kalla choparni bosib xolani mana bu tomonga chiqarib olamiz. Pedalakki bu yerga qayerdan keldi? Menimcha bo'yni olib kelgan bo'lsam kerak, yana ham bilmam. Davay, mana shu yerga do'stlar xolamizni aldab-suldab chayirishimiz kerak. Keyin eslang do'stlar qarg'an do'stlar bor, yo'q qilib keldik, tayt do'stlar master key bor. O'sha master keyni olib do'stlar biz olib borib eshigiga qo'ysak, shunigina surib olamiz. Просто ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu quturganlar oilasidan. Qani, davay. Mana bu yerdan sekingina kiramiz. Qadam tovushini eshitsam yuram o'ynaydigan bo'pti, boru. Ishonasizlar, mana do'stlar shu gapga nima deysizlar? Mana bu yerda lazerda hech kim yo'q qilmabdi-da, shu o'zim yo'q qilib qo'yay. Shu lazer ham armonda qolmasin. Xo'sh, demak do'stlar, kodni ham mana shu tomonga otib turamiz. Men hozir eng qo'rqqanim Revampda tog'a shu qushni yonida paydo bo'lib shu yerlarda ko'p yuradi. Hozir tog'a chip kelmasin deb qo'rqyapman. Xola ham bo'lishi mumkin, shunga narsalar tashab qo'ydim. Ha, birachka biz sekingina o'tamiz. Yaxshi do'stlar, otam tugul, otam zoti ham yo'q ekan. Mana bu yerdagi ha do'stlar qoyil qarg'a tirilib qolmabdi. Qarg'a tirilganda yana bir marta otishimizga to'g'ri kelardi. O'sha demak, tepada hech kim yo'qmi o'zi? Yo'q do'stlar, hozircha tepada odamlar kelmabdi. Hozir xolani do'stlar aynan mana shu yerga chaqirib olamiz-da, o'zimiz borib do'stlar masterga deb qo'yib yuboramiz. Lekin xola hozir qotga ketdi, qotga. Mana shu yoqqa do'stlar aldab-sullab charamiz bo'yni qopqonda ovozini eshitdim. Qopqon qo'yib do'stlar iziga ham oyas, silendrin opashni qo'rqitmang odamni. Qani opajonim, shu yerdan shunagina surib qo'ying borib. Men bilan o'ynamang, siz bilan o'ynaydigan yoshdan o'tganman. Hozir tog'ani qadam tovushi eshitilyapti-da. Ovoz chiqib borsam, tog'a kelib qolsa, tog'a apasini odam shu xolani ham do'stlar yana mana shu yerga chaqirib qo'yamiz. Balkim bak bo'lib quloq og'irlashib qolgandir, nima deysizlar?
Davay do'stlar yana bir marta ketdik do'stlar endi. Tog'adan qo'rqyapman da Slenderina opa. Davay do'qingiz yetami, do'qingiz yetsa voy do'qi yetarkan. Davay do'stlar sekingina chiqamiz, sekingina. Qani bilachgan mana do'stlar Granny Resurgence o'yinidan shunagina survardik do'stlar. Qarang do'stlar videomiz yoqqan bo'lsa bitta like va do'stlar buni tugmasini bosib qo'yinglar. Qo'lim qop-qora bo'lib qolibdi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Qora-qora. Oldin ham